Bismillah, avvalambor assalomu alaykum. Qo'shaloq bayram bilan butun o'zbek futbol muxlislarini, butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman. Alhamdulillah, o'sha adashmasam 34 yil deganda bu maqsadga erishdik. Emiratga borib o'sha Birlashgan Arab Amirligida ertachiroq borib o'sha iqlimga, havoga moslashganimiz oz bo'lsa ham foydasi bo'ldi, chunki bizni o'sha necha ham qoniqtirishi uchun o'yin tarzi ham o'shanaqa ketdi. Allohga behisob shukr, Alloh yuzimizni yorug' qildi. Mana tarix yaratdik. Tarix yaratilishiga Alloh sababchi qildi. Juda ham xursandmiz. Chunki buni shaxsan o'zim ham o'sha kichkinaligimdan futbolni boshlaganimdan beri niyat qilib, mana shu kunni kutib yashadik. Alhamdulillah, Alloh shu kunga yetkazdi. Bu yutuq butun bir O'zbekistonniki, butun bir xalqimizniki. İnşallah o'ylaymanki, bu yutuq butun bir futbolimizni oldinga qadam tashlashiga sabab bo'ladi. Alloh shunga bizni sababchi qilganidan Allohga shukrlar bo'lsin. Hammani, butun xalqimizni g'alaba bilan, tarixiy g'alaba bilan tabriklayman. Xudoga shukur, yutdik, uyga, vatanga yorug' yuz bilan keldik. Bu eng muhimi. Albatta o'yin oson bo'lmadi. Tayyorgarlik ko'rdik. Albatta hamma narsani bilgan holda maydonga chiqdik, kurashdik va eng muhimi oldimizga qo'ygan vazifani bajardik. Jahon chempionatiga chiqdik va million muxlislarimizni, xalqimizni xursand qilganimizdan xursandmiz. Temur aka, futbolchilik faoliyatingizda ham mundialga juda yaqin kelgandinglar, lekin murabbiy sifatida bunga va bosh murabbiy sifatida bunga erishish taassurotlari qanday bo'lyapti? Endi albatta taassurotlar menimcha hozir aytolmayman, chunki juda baxtli insonmiz. Har bir futbolchimdan g'ururlanaman, chunki har bir futbolchi maydonda, har bir o'yinda kurashdi, mundialga chiqamiz deb harakat qilishdi. O'shaning uchun birgalikda bunga amalladik. Xursandmiz. Nafaqat biz, muhtaram prezidentimizdan tortib butun xalqimiz bilan birgalikda, chunki ularni qo'llab-quvvatlashi bizga katta motivatsiya kuch berdi va biz o'z yo'lida albatta harakat qildik. Ularning ishonchini oqlash. 10-iyunda Qatarga qarshi o'yin bor. Bunga tayyorgarlik qanday kechadi? Endi albatta tayyorgarlikni ko'ramiz. Albatta hozir baribir xursandchilik oldimizda turibdi. Baribir kechadan beri bugun ham o'ylaymanki yana 2-3 kun bor, yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Oldimizda eng oxirgi yakuniy o'yin Qatar bilan o'yin bor. Xudo xolasa juda qisqa muddat qoldi. To'g'risi aytganda 3 kun qoldi. Shuning uchun mana kecha ham o'yin tamom bo'lishi bilan hurmatli prezidentimiz o'zlari shaxsan qo'ng'iroq qilib hamma o'yinchilar bilan o'zlarini butun o'yin bo'yicha qolgan taassurotlari, ixtiroslarini hammasini sizlarga yetkazdilar. Endi o'zingiz ham eshitdinglar, butun xalqimiz eshitdi. Albatta hurmatli prezidentimiz kechani o'zida farmon qabul qildilar. Hammalarni davlat mukofotlari bilan taqdirlash to'g'risida hozir mana butun hamma ommaviy axborot vositalari hozir aylanib yotibdi. Bundan tashqari hurmatli prezidentimiz sizlarni qimmatbaho prezident sovg'asi bilan taqdirlash bo'yicha ham qaror qabul qildilar. Shuning uchun taklif shundayki, hozir endi uzoq yo'ldan charchab keldinglar, birinchidan. Ikkinchidan qisqa muddat bizdan vaqtimiz qoldi, oxirgi eng bir nima deydi, yakuniy o'yin nimasiga endi g'alaba uchun kerak, lekin bunda baribir Qatar bilan hali gaplashadigan gapinglar bor. To'g'rimi? Shuning uchun bizani o'sha hurmatli prezident bergan topshiriqlarga ko'ra bizning taklifimiz 10-kuni o'sha o'yindan keyin butun hurmatli prezidentimiz bosh butun stadion, Bunyodkor stadionni butun xalqimiz bilan birgalikda sizlarni mana shu muzaffar g'alabalarni nishonlashi taklif ma'qulish e'tirof hurmatli prezident. Men o'ylayman, sizlarga ham ma'qul bo'lsa kerak. Biz hozir bu yerda bilamiz, juda ham ommaviy axborot vositalarini ham sizlarga ko'p gaplari, savollari hammasi qo'ymasdan gaplashadigan gapi bor, lekin sizlarni ham holatinglarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shuning uchun sizlarni komandani avtobusini olib kelib qo'ydik. Hozir o'sha bazaga nima qilib o'tda u yoqda keyin bosh trener o'zlari topshiriq beradilar mana federatsiya bilan birgalikda. Shuning uchun agar mayli desanglar mana shunaqa sinadi.
ya'ni 10-da yaxshilab chiroyli qilib O'zbekistonda bitta katta bir to'y qilamiz. Bu hurmatli prezidentimizning topshiriqlari va takliflari. Mana bunday yaxshi taklif bo'lmasa kerak. Kelishdikmi? Shuning uchun agar maqsadlar bu yerda hozir sizlarni boshqa qiynalmaylik, vakillarni ham olmaylik. Men hurmatli jurnalistlar bilan iltimos qilaman. Keyin hamma nimalarni gaplashaverasizlar. Bular ham uzoq yo'ldan, og'ir yo'ldan avvalambor menimcha kechagi o'yindan keyin ko'pchiligi uxlamagan. Shuning uchun borib dam olib, ertadan bular ertalabdan o'yinga tayyorgarlikni boshlashadi. Chunki juda ham o'ta nima deydi? O'ziga yarasha prinsipial o'yin bor. Hamma qo'ylayapti. Shuning uchun agar maqsad 10-gacha biz sizlarni bezovta qilmay, biz yodiga tashkiliy ishlar bilan shug'ullanamiz. Ma'qulmi? Qolaversa, bugun juda katta ayyomimiz, Qurbon hayit. Hammalarni ayyom bilan tabriklayman. Balkim agar trenerlar ruxsat bersa, maqsad balkim oila a'zolari bilan muloqotimiz ancha agar bir ko'rishni qolsa, bu ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun hammalarni bayram bilan tabriklaymiz. Har doim mana shunaqa bayramlar xalqimizga yarashaversin.